telefon qilib yuboraman. Assalomu alaykum Parvoz aka-ukalar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Ro'zalardan ham qiynalmasdan. Farg'onadan mehmonimiz bor. Farg'ona edi-da. Farg'ona Toshloqdan akamiz keldilar. Tuxumga zakaz qilgandilar. Bugun o'zi shopir keladigandi. Bega hozir shopir atkaz bo'lib turibdi. Ertadan tashlab ketaman dedi. Bu o'zi tayyorlab qo'ydim. Asakaga tayyorlab qo'ydim bu tuxumni. Siz olib ketaverasiz, men ertaga ularga boshqa tuxum egina qilib beraman. Hop, omadingizni bersin, chempionlar chiqsin. Keyin qani faqat maqtab zo'rraga yutganlarni ko'rsataverasiz. Biznikidan ham gapiringchi-da, bir akamiz tuxum oluvdilar. U tuxumdan jo'jalarni chiqarganlar. Chiqarib qisqasi urushtirganlarida xo'roz juda qattiq urgan, yo'llari, kaltalar hamma tomoni yaxshi. Orada bittaga pixli narsaga solib qo'yibdilar-da. U urganda bu mendagi jo'ja, bola jo'ja, lakalum ko'rinib turibdi videoda ham, pixini unni yo'q. Lakalum qilib urishyapti. Jo'ja narsa, yosh, hali oyog'i uzun tutmagan, narga uzun tutib olgan narsaga solibdilar. Eni bo'yiga ham, kilosiga ham sal kattaroqqa solibdilar. Sinib qolgan. Bitta singan, lekin sinib chiqib turib qattiq uribdi kaltakka. Endi kuchi yetmadi, boshqa qildi deb turib shuna debdilar. Akajon, men aytib qo'yaman. Oyoq tangalarni tashlaysiz ham tashadilar. U xo'roz yoshiga to'lsa yaxshi narsa-da. O'zimga sotayim dedim. Yoshiga to'ldirib urishtirish kerak. O'sha o'zimga sotayim dedim. Hozir mana shu oy adashmasam yoshiga to'ldi u. O'tgan yili ro'za payti olgan ekanlar. Hozir yoshiga to'ldi. Endi u jo'jalikdagi videosini tashadilar. O'shani endi o'zim qaytarib olyapman. Endi Telegramdan yozib qo'ydim, aka o'zimga soting o'shani qaytarib dedim. Endi kanallarda yozamiz, boshqa qilamiz dedilar. Bemalol aka kanalida faqat urushgan jangni ham tashab qo'ying dedim. Hop, endi akalar, bu men zot bersam, bu tuxumdan chiqib tulaylarni maydalab tashadi degan narsa emas. Обязательно har bir narsa xo'rozvoz xalqi yaxshi biladi, bilganlari biladi, hammasi emas. Xo'rozni rosmana yoshiga to'ldirib, oyog'i tutishlari hamma tomonni joyiga qilib olish kerak. Bu kiltkada qamoqda yotib turib, olib chiqib turib, tulakka solsangiz jo'ja urib tashlayvermaydi. O'shuning uchun hamma narsani ham o'zini fizik holatini yaxshilab qo'yish kerak. Keyin o'zini mostiga qo'yish kerak. Oyog'ini tutgan, misol yoshi teng, hamma joyi teng bo'lganimdan bir 2 marta urushib olganimdan birinchisiga urushayotganning ham farqi bo'ladi-da. Chunki birinchi, ikkinchi, uchinchi jang jo'jalarda jang hisoblanmaydi. Asosan 4-bekorchidan keyin xo'roz azartga urishadi-da. Chunki birinchi, ikkinchilari u mashq ular. Yerga o'rnashi, uzun tutishi o'rganib olish kerak. Ashaka narsa. O'shuning uchun misol o'sha jo'ja yoqmadi dedilar, endi men o'zimga yoqdi uni kaltaklari, boshqa yo'llari. Chunki xo'roz zoti bo'lsa, singandan keyin yo kaltaga, yo yo'li yo'qolib qoladi-da, zoti bo'lmasa. Zoti bor narsa sinib chiqib turib ham qattiq kaltak urib beradi. U o'sha sinib chiqqandan keyin ham atvetni qaytarib urib beryapti-da. Strashn sindimi? Zo'r sindi, ko'tarib chiqib uryapti qaytarib. Ashaka narsa. O'shuning uchun mabodo degan yerga o'zim qaytarib olaman. U akamdan endi aloqadamiz. U akaga men aytdim, bu jo'jalarni bering dedim, pulini kelishaylik dedim. Undan keyinga sizga men yana bir partiya tuxum chiqarib beraman dedim. Uni chiqarib beraman. U shililashga bo'ladi bu tuxum. Shunaqa besplatni shililashga. Besplatni emas u. Shililashga tuxum chiqarib beraman, lekin u jo'jalarni o'zim sotib olaman. Xudo xolasa ularni olib kelib bu yerda iligini chiroyli to'ldirib, bekorchilarni ham Telegram kanalimga tashlayman. YouTube'da iloji yo'q u narsani. Ilyosbek Xo'rozlari degan kanalimga tashlayman. Nomerimni so'raganlarga 91lik 181 90 80 nomerdaman. Aka, omadingizni bersin. Buni ham o'sha chiqarib, yoshiga to'ldirib, endi misol ba'zi bir jo'jalar chiqyapti, men o'zimda ham-da. 7 oylik, 8 oyligida ham katta xo'rozlarni singari urushyapti. Ba'zi bir jo'jalarim 10 oy, 12 oyga o'tib urishyapti. O'sha uchun kechroq oyoq ko'taradiganlar ham bor. Endi misol men Murod akaning zotlari aralashdi zotimga. Murod aka deylar, o'sha asosan 12-14 oyga o'tib oyoq ko'tarish boshlar ekanda. O'shanda haqiqiy zo'rlikka o'ynab berar ekan. Endi u qonlar aralashganman denga, o'sha hisobiga sal kechroq oyoq ko'taradiganlar ham chiqadi. Shoshilib, u sirazi u narsaga diagnoz qo'yib yubormang. Erta oyoq ko'taradiganlar ham bo'ladi. Buni обязательно jo'jalarni chiqarib, boshqangizda boqingizga qarab, boqingiz yaxshi bo'lsa o'zim sotib olaman.
xo'rozlarni boshqasi. Mana shunchasini ko'rayotgan bo'lsangiz sotib olyapman. To'ppa-to'g'ri. Endi boshqadan sotib olgandan ko'ra o'zim zotim sotib olganim yaxshi. Chunki agar ertaga sotgan jo'jam neto chiqadigan bo'lsa, uniga almashtirib berishda ham orinmayman-da. O'shanaqa narsa. Omadingiz bersin aka. Birinchi hardara o'zimman chiqqan jo'jalarni. Agar mabodo boqingiz to'g'ri kelmasa yoki pulim bo'lmay qolsa, misol boshqa sotishingiz mumkin. Ungacha birinchi hardara o'zimman. Bu tuxumni berayotgandan keyingi qilayotgan dogovorimiz bo'lyapti. Bu kimga bo'lsa ham tuxum olayotganlarni hammasiga shuna deb sotayotganman. Sizda ham o'sha gap. Boquvingizga qarab sotib olaman, xudo xolasa. Endi agar o'zim bergan narsani sotib olaman degani, bu dabdala qilib boqib qo'ysangiz ham sotib olaman degan narsa emas. To'ppa-to'g'ri. Обязательно ko'rib bilib inoyatga olamiz. Shunaqa narsa. Mana ketyapti tuxum. Omadingizni bersin, chempionlar chiqsin. Mana videoga tusholamaganlar, men videoga olib qo'yaverdim. Ashaga xohlamayman degan ishni qilish yaxshi ko'raman-da. Qilmang shu ishni degan ishni qilish yaxshi ko'raman. Shobir akamiz bu xavfsizlikni ta'minlab olib kelayotganlar. Shunaqa gaplar akalar. Bu zotda bir plus bir minus bo'lib ishlayveradi. Keyin mana misol bu akaga ham har xil qilib tuxum terib beraman. Zborni holatdagi tuxumlar. Misol qaysidir bittasi sal neto'g'ri chiqsa, u hammasini yo'qotib yuborish degan narsa emas. Chunki bu yerda o'ta zo'rlari ichida bor-da, baribir misol har xil qon, lekin hammasini ota-ona qonlarini mana o'zingiz ko'rdingiz. Nakon xo'rozlarni ko'rsatdim. Endi misol bittasi neto chiqib qoladigan bo'lsa, bu hammasi musor deb yo'qotib yuborish kerak emas. Buni ichida o'ta zo'rlari bor. Misol bitta yarimta mundoqroq chiqishi mumkin. Misolda Nobodoga. O'shaning uchun sirazi bu bittasiga qarab turib hammasini qolganiga zarda qilish kerak yo'q. O'sha akamiz xo'roz aslida urushgan. Aslida urushgan. Lekin nega zardam-zardaga maykonlarni unga bunga sotib boshqa qilib yuboribdilar. U ham bir xato narsa. Chunki bu yerda tuxumlarni har turidan ketyapti, zborni. Misol bitta partiyada bitta neto chiqishi, bitta yo ikkita neto chiqishi u zotni zo'rligi u. Yekida 8 ta zo'ri chiqyapti-yu. Zo'rligi u. Partiyada bitta zo'ri chiqadi deb kutadi odamlar. Partiyada bitta musori chiqsa, u zot neto degan narsa emas. O'shandan oling bolani. Bitta partiyada 8 ta zo'r chiqishi, bitta ikkita neto chiqishi u hammasida ham bo'ladi. Shunaqa gap. Joyingiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik akalar.